AQShning Erondagi harbiy operatsiyasi 4 hafta davom etishi mumkin. Bu haqda prezident Donald Trump Daily Mail nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Gap hamisha taxminan 4 haftalik jarayon haqida ketgan, dedi Trump. Amerika yetakchisi Eron katta mamlakat ekanini ta'kidladi. Shu bilan birga u harbiy amaliyot 4 haftadan kamroq vaqt ichida yakunlanishi mumkinligini ham istisno etmadi. Shuningdek, Trump hammasi reja bo'yicha ketayotganini, Eronning amaldagi rahbariyati to'liq yo'q qilinganini ham qo'shimcha qildi. Keyinroq Trump NBC News'ga Eron rasmiylari AQSh bilan muzokaralar olib borayotgani haqida ma'lum qildi. Biroq AQSh yetakchisi Washington tomonidan Eron bilan kim muzokaraga kirishganini oshkor qilgani yo'q. Jurnalistning muzokaralar fonida zarbalar berilishi to'xtatib turilishi ehtimoli haqidagi savoliga Trump "Men bilmayman" deya javob qaytargan. Shu bilan birga Amerika yetakchisi agar Tehron Washingtonning talablarini bajarsa, bu imkoniyatni ko'rib chiqishni bildirgan.